Buni sirini aksariyat yoshlarimiz, do'stlarimiz bilishgan deydi. Hozirgi kunda allaqachon yo'qotishga ulgurgan sog'liqlarini joyida tiklab turgan bo'lishardi. Do'stlar, qo'limdagi oddiy xurmo. Lekin juda ham katta siri sinovati bor. Sizlarga buni hech kim aytmagan, lekin o'zim ochib beraman. Qaranglar. Tana va ruhni tozalovchi meva hisoblanadi. Asosiy siri mevasida. Spirtli ichimlikka qarshi, kimyoviy zaharlanishga qarshi juda katta immunitet hosil qiladi. Diqqatni joyiga keltiradi. Miya hujayralarini oziqlantiradi. Miya uchun koni foyda. Xotirani kuchaytiradi, asablarni tinchlantiradi. Qon bosimini birga bir tekshiradi. Yurak mushaklarida kislorod almashinuvini yaxshilaydi. Jigarda yig'ilgan og'ir metallar, dori qoldiqlari va toksinlarni elib chiqarishda juda katta yordamchi do'stlar. Ammo lekin jigar sirrozida, qandli diabet kasalliklarida va buyrak og'ir kasalliklarida mutlaqo mumkin emas do'stlar. Kunlik me'yori 2 dona ertalab yoki tushlikda yeyish tavsiya qilinadi do'stlar. Hech qachon kasal bo'lmanglar, omad tilayman.